Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz, obunachilarimiz, charchamayapsizlarmi? Biza bugungi mashinamiz Labo mashinasi bo'ladi. Bularga izotermik furgon qilib berganmiz. 21 mikroli alkafondan 1.7 1.5 stonkali profillardan yig'ib berganmiz. Balandligi keladigan bo'lsa, balandligi 1.5 bo'lgan. Yoniga sandiqlar qilib berganmiz, ko'rishingiz mumkin. Akkuratni qilib, germetishni qilib, gelenvagen eshigi yo'qsa yopiladigan bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin, chetlari alyumin ugl bo'lgan 5likdan. Bularga ramoslarni ham qilib berganmiz. Keyin ko'rishingiz mumkin, orqasiga bamper qilib berganmiz. Duga, bolt gaykada, brizgaviga, nejavikalar qo'yib berganmiz. Gabarit chiroqlar, mana orqadan ko'rinishi, tepada ham gabarit chiroqlar. Furnituralar har doimgidek nejavika. Turbalarda rossiyskiy qulf kalitli. Bu yoqdan ko'rinishi mashinani. Ramalarigacha polniy usilit qilib berganmiz. Ramani boshdan orgacha ochib, yopib usilit qilib berganmiz. Eshilib qo'yadigan fiksatorlar qo'yilgan. Mashina ichiga keladigan bo'lsa, eshigimiz qalinligi 5 har doimgidek. Ichi polniy alkafon bo'lgan mashinamiz. Uloq tushmagan ich qatiga, tashqarisiga ham, ichiga ham bezuloq bo'lgan. Polniy germetichni, suv o'tmaydigan, bemalol yuvsa bo'ladigan alkafondan bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin mana. Hamma yoq germetka bo'lib, akkuratni ishlangan, tepaga chiroqlar ham qo'yib berganmiz. Bundoq qilsa o'chadi. Kimga agar shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Avtobord 571 ga murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, akalar. Labo haydaydigan tanishinglarga bitta videoni yuborib qo'yasizlar, like bosib qo'yinglar. Podpiska bosishni ham unutmanglar.